Hoy, bugun maktabni bitirgan ukalar, sizlarga meni maslahatim, qanday qilib bo'lsa ham bu yil oliy ta'limga topshiringlar. O'qib nima bo'larding, o'qiganlarni ko'ryapmiz degan odamlarda aksariyat hayotda hech narsaga erishmagan odamlar. Yoki juda bo'lsa mahallasida, juda bo'lsa shaharda tanilgan odamlar, bir ishni do'ndirib qo'ymagan, yoki maktab qurmagan, yoki bog'cha qurmagan odamlar. Qanday qilib bo'lsa ham oliy ta'limga topshiringlar. Bugun mashhur bo'lib turgan sinfdoshlaringiz yoki parallel sinfdoshlaringiz, falonchini o'g'li bo'lgan, amaldor bo'lgan, qimmat mashinalar minib yurganlarga hech qachon qiziqmanglar. Hali cho'jani kuzda sanaymiz deydi-yu, 5 yil, 10 yildan keyin kim qandayligini ko'rsa bo'ladi. Men o'zim hayotiy misolimda aytayapman. Hozir bugun ko'zingizda zo'r bo'lib turgan odamlar 5 yil, 10 yildan keyin hech narsa bo'lmaganidan keyin tushunib qolasiz. Qanday qilib bo'lsa ham sirtqiga topshirasizmi, xususiyga topshirasizmi, davlat oliygohiga topshirasizmi, nima qilib bo'lsa ham o'qing. Chunki biling, ilm insonni hech qachon xor qilmaydi. Ilm qachon bo'lsa ham insonni ko'taradi bir kun. Tutab turgan narsa bir kun yonib ketadi. Ammo harakat qilmagan odam hech narsa bo'lmaydi. Yaponlarda maqol bor. Bugun miyani to'ydiraylik, ertaga u bizni to'ydiradi deydi. Hozir 4 yil, 5 yil vaqtingiz bor. 4 yil, 5 yildan keyin ota-onangizga malol kelib qolgan vaqtingiz bo'ladi. Shuning uchun hozir xunuk ko'rinsangiz ham o'qishga harakat qiling. O'qib ilm hosil qilishga harakat qiling. Diplom uchun emas. Ko'pchilik diplom uchun o'qiydi, shuning uchun ish topolmaydi. Bugun haqiqiy mutaxassislarga muhtoj hamma joyda. Haqiqiy mutaxassislarni o'qishda bitirmasdan turib pulini berib olib kelishyapti. O'zimiz ham ko'ryapmiz. Shuning uchun aziz ukalar, bugun havolanib qolmanglar ayrim narsalarga. Otangiz puliga, akangiz yurib turgan ishiga yoki falon joyda ishlayotgan amaldor. Bugun temirni qizig'ida bosib qoling. Ilm bir kun insonni darz qiladi, hech qachon xor qilmaydi.